Hurmatli obunachilar, mana $300 boshlanish to'lovidan $700 bo'lgan boshlanish to'lovi bilan mana shu jentralarni xohlaganingiz kelib olib ketishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, mana siz kutgan o'yinlar keldi. $300 dan $700 gacha boshlanish to'lovi bilan 2021-yildan 2022-yilgacha bo'lgan jentralarni olib ketishingiz mumkin. 12 ta viloyatga bitta pasport evaziga bir kunda. Boshqa hech qanaqa rasxod qilinmaydi. GAI, sug'urta, notar, zapret hammasi mana shu boshlanish to'lovi ichida. Xohlasangiz gaz bor, xohlasangiz benzin, xohlasangiz metan, xohlasangiz propan. Xohlagan jentralaringizni olib ketishingiz mumkin. Bular bu mashina sizni kutmoqda. Hurmatli obunachilarimiz, endi sizlar uchun qisqacha obzor qilib beramiz mashinamiz haqida. Gentra 2022-yilda chiqarilgan 3-paysi Elegant Plus, avtomat korobka, lyuk, disk ABS, hamma narsa bor. Tonirovka ruxsatnomasi 6 oylik bor. Yaxshi chexol, poliklar bilan jihozlangan, probeg 35 ming, kraska 100% top toza. Agar naqd pulga olaman siz $12,500 ga sizga baraka qilib ketishingiz mumkin. Mashinamiz benzinda harakatlangan, shumkalari ham bor yana. Xo'p, bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Amerikanka Optra original, yaxshi diska balonlar taqilgan, 909 Magikar pulti bor, yurgan masofasi 54 ming, 4-pokoleniya metani bor, kelgan yaxshi qimmat chexol poliklar taqilgan. Ko'rishingiz mumkin, salon holati ideal. Mashina balonlarining holati ham ancha zo'r. Xo'p, bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Xo'p, 69 ming yurgan masofasi, yaxshi Chevrolet rul taqilgan, yaxshi magnitofon, chexol, poliklar bilan jihozlangan. Tonirovka ruxsatnomasi bor, bonusiga 65 talik propan o'rnatilgan. Mashinaning balon holatlari ham ideal holatda. Xo'p, bu jentramiz ham 2022-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysi Elegant Plus, Sizen Avagrev, hamma narsasi bor. 4-pokoleniya metan bor, Malibu rul ustanovka qilingan, yurgan masofasi 41 ming, yaxshi chexol, poliklar taqilgan, test monitorlar qo'yilgan, kraskasi top toza. Bularning ham narxi hammasi $12,500 dan xohlaganingiz kelib olib ketishingiz agar naqd pulga olgansiz. Avtokredit asosida olamiz siz 12 ta viloyatga bitta pasport evaziga kelasizlar. $500 dan $700 gacha bo'lgan pul miqdorini olib kelsangiz bir kunda ishlarni bitkazib beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, bizning lokatsiyamizni so'raganlar uchun men tushuntirib o'taman. Qushbegi tarafdan ko'rishda o'zgarmashda o'tganda chap tarafingizda Ahmad Oltinjo'ja. Ahmad Oltinjo'ja to'g'risi darvozadan kiriladi, Sergeli mashina bozorida. Mana shu yerda ofisimiz. Kelarasizlar, mana Gentra deysizlar, Nexus deysizlar, Cobalt deysizlar, hammasi eng arzon birinchi qo'l bizada. Bir kunda ishlarni bitkazib beramiz.